Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan rus tili grammatikasiz darsimizning ikkinchi qismi. Birinchi qismda siz salomlashishni, xayrlashishni, ism so'rashni va hol so'rashni o'rgangandingiz. Ikkinchi darsda nima bo'lishini ekranning yon qismida ko'rasiz va siz bilan yana Zamira tayyor bo'lsangiz ketdik. Bugun e'tibor markazimizda birinchi mavzu bu откуда ты degan savol. Qayerdan san? Bu viloyatga, shaharga, davlatga to'g'ri kelaveradi. Просто aytib ketaverasiz. Откуда ты? Qayerdan san? Откуда вы? Qayerdan siz? Javob qanday bo'ladi? Я из deb ketasiz. Я из O'zbekistona, я из России, я из Qozog'istona, я из Tojikistona, я из Afg'onistona, я из Turkmenistona. Jins tanlanmaydi, hammaga bir xil aytilaveradi. Agarda sizda savollar bo'lyapti, nimaga hamma harflari har xil o'zgaryapti, men prosta yodlab qolib ayta olmayman, men chuqurroq o'rganishim kerak desangiz, rus tili parallelni grammatika bilan degan darslarimiz ham bo'lib o'tadi. Podpiska bosib, bemalol ko'rsangiz bo'ladi u darslarni ham. Uni so'radingiz, u sizga javob berdi, sanchi degan savol kelyapti. A ты? Sanchi, san qayerdansan? Yoki a вы? Sizchi, siz qayerdansiz? Tushundingizmi? Eslab qoling. Va bemalol o'zingizni tillaringizni ishlatsangiz bo'ladi. Aytgancha viloyatingiz opsaniyada yozilgan bo'ladi. Viloyatingizni qo'shib bemalol to'g'ri gapiraverasiz. Ikkinchi savolimiz на каком языке ты говоришь? Qayerdanligini bildingiz, endi til topish uchun qaysi tilda gapirishini ham bilib olishingiz kerak bo'ladi. На каком языке ты говоришь? Bu sen qaysi tilda gapirasan. На каком языке вы говорите? Siz qaysi tilda gapirasiz. Javob qanday bo'ladi? Я говорю по-узбекски. Man gapiraman, я говорю по qo'shimchasi til ski qo'shimchasi bo'lib ketadi. Я говорю по-узбекски, я говорю по-таджикски, я говорю по-казахски, я говорю по-афгански, я говорю по-американски, qanaqa amerikanski, angliski. Я говорю по-английски, я говорю по-русски, я говорю по-французски. Masalan, ski qo'shimchasi hammasida bor, eslab qoling. Endi uni so'radingiz, javob berdi. Senchi degan savoli xuddi shunday. A ты? Senchi? A вы? Sizchi? Qayerdanligini bildik, qaysi tilda gapirishini bildik. Endi keling millatini ham so'rab o'tamiz. Unda ikki xil forma bo'ladi. Кто ты по национальности, кто ты по нации. Millating ikkalasi ham bir xil ma'noda. Кто ты по национальности? Sanlab aytish, кто вы по национальности? Sizlab aytish. Кто ты по нации? Sanlab aytish, кто вы по нации? Sizlab aytish. Я deysizda o'zbek, agar ayol kishi bo'lsangiz, я узбечка, agar erkak kishi bo'lsangiz, я узбек deb ketaverasiz. Я русский, я русская. Я таджик, я таджичка. Ka qo'shimchasi ko'pincha ayollarga beriladi. Undan tashqari bu narsa hammasi opsaniyada polniy ro'yxati bilan bo'ladi. O'qib to'g'ri ketaverasiz. Chunki video uzun bo'lib ketadi. Har bitta millatni bittalab qo'yib chiqsak. Eng qizig'i va eng aytaylik qiyinrog'i bu как ты говоришь по. Bu tilda qanday gapirasan? Agar foydali bo'layotgan bo'lsa, like va podpiskangizni ayamang, chunki sizning 5 minutli videoyingizga bizning 5 soat vaqtimiz ketadi. Как ты говоришь по-узбекски? O'zbek tilida qanday gapirasan va birinchi mavzuda o'tganimiz o'sha darajalar. Я говорю отлично, zo'r gapiraman. Я говорю хорошо, хорошо. Я говорю хорошо, yaxshi gapiraman. Я говорю, дальше третий, нормально, o'rtacha gapiraman. Не говорю плохо, yomon gapiraman. Я очень плохо говорю, juda yomon gapiraman. Я не говорю, men gapirmayman. Я говорю чуть-чуть, jicha gapiraman. Endi siz qaysi tilda qanday gapirishingizni ham bilib oldingiz. Keyingi darslarimizda siz bilan ko'rishguncha. Говорите по-русски. Пока-пока.